Siz makkajo'xori ekdingiz va ularning orasidan bir va ko'p yillik begona o'tlar chiqib kela boshladi. Bu begona o'tlarni yo'q qilish uchun qanaqa dori sepish kerak? Elumis gerbitsidini tavsiya qilaman. Bu preparat Syngenta kompaniyasiga tegishli bo'lib, u Shveysariya davlatida ishlab chiqarilgan. Elumis gerbitsidining afzalligi makkajo'xori ekilgan maydonlarda makkajo'xori unib chiqqandan so'ng bir va ko'p yillik boshoqli, g'allasimon va ba'zi ikki pallali begona o'tlarga qarshi kurashish uchun gerbitsid hisoblanadi. Elumis gerbitsidining sarf me'yori gektariga 1-2 litrni tashkil etadi. Bu preparat minglab dehqonlarning ishonchini qozonib ulgurgan original gerbitsid hisoblanadi. Yana ham to'liqroq ma'lumotni har doimgidek videoni tagida yozib qoldiramiz. Agar sizlarni ham Elumis gerbitsidni qiziqtirayotgan bo'lsa, bemalol biz bilan bog'lanishingiz mumkin. Bu videoni makkajo'xori ekkan yaqin tanishinglarga jo'natib qo'yinglar, foydali bo'ladi.